haddi bir qozon go'shtli ovqat qovurmasdan go'shtsiz ovqat qilamiz. Ishimizni tuxum chaqishdan boshlaymiz. Tuxumni tuz bilan atalab olamiz. Kam-kamdan aralashtirib turib pishirib olamiz. Yaxshilab pishirib olganimizdan keyin skоворodkamizdan bo'shatib olamiz. Ko'proq yog'da sayini qovuramiz, shirinroq chiqadi. Ovqat qilayotganingizda baland olovda jizillatib qovursangiz, ovqatingiz shiraliroq chiqadi. Piyozingiz o'lishi bilan universalniy priprava, tuz, pareta o'ralgan chesnok, 2-3 osh qoshiq qizil tomat. Har gal ovqatga qizil tomat qo'shganingizda shakar qo'shib oling, ta'xir mazasini oladi. Qancha ko'p pomidor bo'lsa, shuncha shiraliroq. Seli chiqishi bilan svetofor bolgarskiy qo'shib, bor yo'g'i 2 minutgina qovuramiz. Ovqatimizning hidlari shunaqangi aromatli bo'lib chiqyapti. Chorkadan chiqarib sir solishinglar bilan birrov aralashtirib tegini o'chiramiz. Bu ovqatimiz tuxumsayga o'xshab ketadi. Haqiqiy tuxumsayga imbir ham qo'shiladi, ziravorlar sal boshqacharoq bo'ladi. Sayimiz ustiga qovurilgan tuxumlarimizni solib, ustidan ko'k piyozli sepib iste'mol qilamiz. Hozir o'zida ishtahangiz ochilib ketgan bo'lsa, yurechani bosib yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Mazasiga gap bo'lishmas oylanglar. Ovqatlarimda, zavtraklarimda sirri eng zo'ri bo'lsin desangiz, men sizlarga Bahadirov sirlarini tavsiya qilib qolaman. Bahadirov sirlarini Sirni lavka va korzinka do'konlaridan sotib olishingiz mumkin. Bahadirov sirlari mening tanlovim.